Assalom. Bugun biz El Primo'da o'ynaymiz. Hozir tarafda o'ynadim. Yutdim shu raundni ham. Chunki botlar cho'di. Yoki haqiqiy odamlarmidi, shuni bilmayman. Osonga yutdim. Shunga haqida o'yladim. Qonun o'rtasida odam topildi. Sovetda o'tdi. Sovet hukumati. Yoki Ritomini Frankka oldiga borgan o'zib tashlagan. Yo'q, o'zini o'ldirib qo'ydim. Edgar hozir o'ldiradi. Yo'q, suvshladi yaxshi. Menga pas deb. Yaxshi. Yaxshi o'zi kiraman deb. Bunaqa pas bermasdan yurmadi. Yaxshi, cho'tga o'ynadimmi? Gukay degan nima? Nima degani kim tarjimasini biladi? Shu narsani. Gukay. Davay, boshla. Brawl Stars. Chiqib ketishdi-ku. Chiqib ketgani uchun ham bo'lmagan bo'lsa kerak edi. Judo. El Primo is here. Redki badarlikchalar cho'radi. Shunaqa badarliklardan sal kattaroq tushsa, masalan, Viviski legendarniy bo'lib ketsa, lekin legendarnidan uncha yaxshi narsalar tushmayapti. Skinlar kimga yoqadi? Odamlarga yoqadi. Masalan, skinlar yoqadi. O'ldirib qo'ymadim. Agar Griff ulta qilganim o'ldirib tashladim. Yaxshi, menga ulta qilishmayapti. Ana. El ulta qilib anaqa o'ldirmoqchi edim El Primoni. Lekin ultam qo'ygan paytimda qotib qoldi. Mashinaga o'xshab qotib qoldi. Ana boshlandi. Yaxshi ulgurdik, Grasni bosgan. Ikkalasi ham o'ynayman deb turgan ekan. Odatda menda nimagadir shunaqa qotib turadi. Lekin qolgan paytlar ham bir payt qotishi mumkin, lekin odatga o'xshamayapti. Nimaga shunaqa bo'lishi mumkin, kim biladi? Sizlarda ham shunaqa bo'lib turadimi? And Griffus Bibus Bibius. Уже bo'lib qo'yishidan ekan. Ular ikkalasi ham ushlashmadi. Bibi bilan nima qilishdi? Bibini o'ldiraman endi. Chuta boshladi. Men uchirib oldi. Mana tamom. Griffga sakrashib berilmagan. El Primo! Gashton kelgan hozir mana Griffni otib olamiz birinchi. Mana Bibini Давай, pas ber. Bu nima qilyapsan? Pas ber. Voy, o'z ikkalasini ham o'zim bilan kichkina bolakay o'ynayotgan bo'lsa, g'alataga oddiy kirsam gol bo'ladi. Endi yangi novichok bo'lsa, uncha tushunmaydi Brawl Stars. Endi o'zidan yaxshi tushunmayman. Va professionalga o'xshab gapiraverdim. El Primo is here.
Pas ber. Mochkam kimga berasan? Chiqib bersang bo'ladi. Ochini bijiqimlar. Kimlar degan akkaunt menda ham bor. Unutulmaydiganlar. Aka-ukalar bo'lishardi. Aka-uka faqat serialda. Hayotida esa unaqa emas. Qachon yangi seriallar chiqadi ekan? Birga o'ynashsin ekan shu zo'r. Unaqa bo'ladi. Zo'r kino bo'ladi. Ketishdi. Ketishdi. Ko'rolga bo'lsa kerak. Yo'q, ko'rolga emas. Lola. Bibiga tushdi. Bu pinsiga tushadimi? Birinchiga tushmasmi? Попам. Участвую в дружеских боях. Nega bunga tushmadi? Vinstokda Sivasi mutatsiya nima deyiladi? Shunisi tushmadi. Aytmayman. Hozir mutasakkilari endi ikkinchi navbat. Lekin murodim mutasakkilari mana bosmoqchi edim mana. Miyachga tushmabdi. Miyachga olishim bilmaganimda, uni miyachga qirib chaqirardim. Lekin mana grif olib qo'yibdi men pasimni. Zato bo'ldik-ku. Kechma vaqtini baribir bo'ldik. Zato yutdik. El primo is here. Mana frame total qarang. Hop, ana. Tamam qoladi, hozir ultan bosaradi. Hech nima olmadi. Barakam ochib berdi. Kras ochib berdi, kras. Frankdan o'tadi. Men tarafga ultan. Qattiq. Yaxshi o'ldirishga ulgurdim, lekin mana endi hozir o'ldiradi. Men yetib borardim mana. Shelli taqmaganda. Uchirib oldim. Tegdi, ta'mini bo'lsa ham tegdi. Endi shelli chanalayman. Yo'q, pas. Ikkinchi gol urishni ma'lum qilib olmaydi. Bitta gol urishadi botlar. Lekin ikkinchi yaxshi sakragan paytimda chiroyli bo'lib to'xtab qoldi. Primo deb Meksikanismi yoki italyanismi yoki ispanismi bor. El Primo is here deydi-ku. Mumkin Google'da qidirib ko'ring. El Primo. Qiziq ko'rmagan ekanman. Qiziqqan bo'lsam qidirmaganman-da. Primo bam. Yo'q, hozir meni o'ldiradi. Amigos. Qasddan aytiladi boshqa. Nega qo'shsak nima? O'ldishyapti. Meni esa boshqalar o'ldiryapti. Mungkin jon to'lla buni. Dinamak bilan necha marta meni o'ldiryapti. Yoki bir marta o'ldirdi xolos-ku. Voy o'rtasini ko'pdan o'tganda ko'p marta o'ldiryapti.
seni ham yaxshi pas ber. O'zim bo'lmoqchi. Speedrun 100 100 qilmoqchi lekin nechta hozir bo'lgan ekan-da. Menda даже 3 yildan beri o'ynayman. 60 mingdan qilganman xolos. Uncha 100 mingta qilib tashlamaganman lekin. Epic'li 200 ta qo'shildi. Monetalarimiz qo'shildi, ko'paydi. 200 taga ko'payib ketdi. Chunki bizga Supercell Epic'li savdo berdi. Edgar Fangoy Videoy Yo'q, kemani qarataga urgan hozir Brokni tanlashga narxi bo'ldi-ku. Aylanib shu mouse ana hozir aylanyapti. Dasturni bu dasturni nima qiladi? Men faqat boshqa darsga ishlatgan darsni ketmoqchiman. Menimcha. Davay. Endi savob go'l qildi. Yo'q, o'qib yo'q bo'lganmisa kerak. Shunday ketgan. O'qib bo'lsa o'tolmaydi. Bizda mod 3 ta prime bor ekan. Menda bitta ham yo'q shekilli. Bana bol. Osman. El primo is here. Model birinchi haftada o'yinda ko'rsatgan chiqdi. Endi birinchisi shekilli. Yoki kartada brawl bo'ldi. El primoda, Uskinda, bu akkauntda 280 prime. Уже 80 mingta qilgan ekan. Bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Kubaga. Yo'q. Gol olmadi. Ruscha tekrar qilib zo'r gol urmoqchi edi. Lekin gol qolarmi menimcha? Ularga o'zim gol urib qo'ydim. Yonim ko'kdan. Yiqatga sakan. Gol tıkıyorlar. Mortis, bizim Mortis yaşlar. Uçlamadım mı Mortis? Sin de başka. Nerede uçlamadı bizim Mortis? Bizim Mortis yaxshi deb o'ylab. Lekin uçlamadı. Osman yanımda. Kimlar играть mu pasipti? Boyagilar-ku, Jesse bilan Mortis, keyin El Primo. Ana. Jesse'ni oldin kirib oldi.
Bakıldım otuvardım ki. Hasta. Evet. Aynen. Yok. Öldürme. Yoksa Jesse öldürdüğünde Frank uçla olardı onu ne açıydı. Zikir bulamıyorum. Bastı şarmı. Haftadıki. Tap bastı şarmı. Öldürdü şarmı. Hozir endi matga kirib ketaman. Qiyshiq otib oldim. Ochilib oldi ekan. Video bo'libmidimi? Ular qopib chiqdi. Jesse bu taqvimni yapamadi. Sıra koyduğum bu sefer saklash qo'lga ko'rdim. Lekin o'z qo'ltiqdan devam bilmadim. Lekin men katta oldim. Ash tarafga borayotganimda chunki odamlar olmoqchi edi. Bittalik tushdim. Faqat bittagina tushdim. Lekin zato tushdi. Tamam. Buni ona tutdi. O'zi ko'paydi. Skinchilarni qanaqa? Greygami? Greyga tushsa, lekin zo'r bo'ladi. Greyga tushganda chunki 299 turadi, zo'r skin. Qimmatli. El Primo. Yaxshi. Unaqa tushib sizlarni. Winstos. Baring. Skin chiqmadi hech qanaqa. Badarchalarni ochib qo'yamiz. Bosimlar tushadi. Tarani ochib qo'ymasak bo'ldi. Shunday bot anani ochib qo'yamiz. Vendi. Bularni qoldiramiz. Sezonda oxirida ochmoqchiman. Yashil kristallar. Bugungi videomiz tugadi. Hammaga xayr.